Ushbu video orqali sizlarga qanday qilib kelajak mediklari jamoasi tomonidan tashkil qilingan bepul kurslarga qo'shilish mumkinligini tushuntirib o'taman. Buning uchun biz kelajak mediklari mini ilovasiga kirishimiz kerak, ya'ni bot orqali bu yerga o'tishimiz kerak bo'ladi. Open tugmasini bosib yoki открыть bo'lishi mumkin. Открыть tugmasini bosib biz ilovani ishga tushiramiz. Undan so'ng kurslar bo'limiga o'tamiz. Kurslar bo'limiga o'tganimizda biz filtr qo'yib olamiz. Yuqorida bepul tugmasini bosadigan bo'lsak, biz mana shu ilovada mavjud bo'lgan bepul kurslarni ko'rishimiz mumkin. Bu kurslar mutlaqo bepul bo'ladi. Shunchaki siz do'stlaringizni taklif qilishingiz orqali, biz buni referal deb ataymiz. Referallar orqali ushbu kurslarga qo'shilishingiz mumkin. Demak, masalan, bu yerda mavjud bo'lgan bepul kurslar ro'yxati kelib chiqdi. Biologiya so'ziga bosadigan bo'lsam, aynan biologiyada mavjud bo'lgan bepul kurslar kelib chiqadi. Kimyoga bosadigan bo'lsam, kimyodan mavjud bo'lgan bepul kurslarni bu yerda ko'rishim mumkin ekan. Masalan, men biologiyadan birorta bepul kursga qo'shilmoqchiman. Demak, bu ikkita kurs bor: super nazariya va DTM variantlar degan kurs bor ekan. Masalan, super nazariya kursining ustiga bosaman va bu yerda ma'lumot beriladi. Ushbu kurs nechta darsdan iborat, muddati qancha va qanday qismlarni o'z ichiga oladi. Orqaga qaytish tugmasini bosib, boshqa kursni ham ko'rishim mumkin bo'ladi. Masalan, DTM kursi. Ushbu DTM kursi qancha vaqt davom etadi, qanday ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va nechta darsdan iborat, bu ham ko'rsatilgan. Yoki kimyoni ham mana shunday ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, kimyodan deylik, birorta kurs, masalan, Sohibjon Boboyevning milliy sertifikat to'plamlari, yechimlari degan bepul kursga qo'shilmoqchiman. Ushbu bepul kurs 20 ta darsdan iborat bo'ladi va nimalar beriladi, bu haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan ekan. Deylik, ana endi masalan, men biologiyadan 30 ta DTM variantlari va ularning video yechimlari degan kursga qo'shilmoqchiman. Ochish tugmasini bosaman va bizga ma'lumot aytilyapti. Ushbu kursga qo'shilishingiz uchun siz bizning Telegram kanallarimizga va botimizga do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak. Ushbu kursda demak tariflar bor. Hozircha menda hech qanaqa referal yo'q, hech qanday do'stimga hali taklif qilmadim. Masalan, ushbu kursda 1 oy o'qishim uchun men 2 ta do'stimni taklif qilishim kerak, bor yo'g'i. Yoki 3 oy o'qishim uchun 4 ta do'stimni taklif qilishim kerak va men bu kursdan o'sha yopiq Telegramdagi guruhdan yoki kanaldan 3 oy davomida foydalansam bo'ladi. Yoki 6 oy foydalanmoqchi bo'lsam, 6 ta do'stimni taklif qilishim kerak bo'ladi. Hozircha menda hech qanday referal yo'q. Referalni qanday olamiz? Bu yerda yopiq kanalga qo'shilishni bosadigan bo'lsam, menga bot aytadi, menda hali hech qanaqa referallar yo'q. Referal yig'ishim kerak bo'ladi. Mana bu yerda aytilyapti, sizda referallaringiz yo'q. 1 oylik tarifga qo'shilish uchun 2 ta referal yig'ishingiz kerak. Agar 3 oylikga qo'shilmoqchi bo'lsam, 4 ta referal yig'ishim kerak. Masalan, 3 oylik kursga qo'shilmoqchiman. Telegram botga yuborishni bosaman. Mana shunda keyin menda Telegram bot ochiladi va xabar keldi. 30 ta DTM variantlar biolog kursiga qo'shilishingiz uchun sizga kerakli bo'lgan referallar, ya'ni 1 oylik tarifga qo'shilish uchun 2 ta referal yig'ishim kerak ekan. Endi mana shu havolani, mana haqiqiy imtihon muhitini his qiling deyilgan mana shu havolani shunchaki do'stlaringizga yoki yopiq Telegram guruh va kanallarga ulashishingiz kerak bo'ladi va o'sha do'stlaringizni tanlab bu yerda yuborish tugmasi bilan siz ularga yuborasiz. Telegram guruh va kanallarni tanlagan holatda. Demak, mana shu botdan kelgan quyidagi Telegram havolani, ya'ni bot orqali yuborilgan Telegram havolani men do'stlarimga, yaqinlarimga ulashdim va ular botdan ro'yxatdan o'tishdi. Mana 4 ta tanishim ro'yxatdan o'tganligi uchun menda 4 ta referal yig'ildi. Har bitta sizning o'sha referal linkingiz orqali qo'shilgan tanishingiz, do'stingiz, hamkasbingiz bo'lsa ham har biriga sizga 1 balldan berib boriladi. Mana men 4 ball yig'dim. Yana bitta keldi. 5 ball bo'ldi. Endi platformaga kiraman. O'sha 5 ta referalni endi ishlatsam, sarflasam bo'ladi. O'sha bepul kurslarga qo'shilish uchun. Demak, bepul kurslarga o'taman. Farqi yo'q. Aynan o'sha kursga qo'shilishim shart emas. Xohlagan birorta kursga qo'shilsam bo'ladi. Masalan, men o'sha DTM 30 variant degan kursni orqali referal tarqatganda, xohlasam super nazariya kursiga qo'shilaman. Va bu yerda menda jami 5 ta referal bor. Hali sarflamaganman hech qaysini. Xo'p, demak, 1 oylik tarifga qo'shilsam 2 ta referalim ketadi va kursdan 1 oy foydalansam bo'ladi. Lekin
3 oylik tarifga qo'shilmoqchiman. 4 ta referal kerak bo'lar ekan menda, lekin 5 ta bor, yetadi referallarim. Yopiq kanalga qo'shilish tugmasini bosaman. Yopiq kanalga qo'shilish tugmasini bosganimda botga xabar keladi. Endi bundan, ya'ni mini appdan chiqib ketaman va botga o'taman. Botga o'tganda mana super nazariyaga muvaffaqiyatli qo'shildingiz. Tarif 3 oy. Demak, muddati to men foydalansam bo'lar ekan. Mana 4-iyundan to 4-sentyabrgacha bo'lgan vaqt yopiq kanalga qo'shilish uchun o'sha kirish so'rovini yuboring deyapti. Va mana bu yerga kirish so'rovini yuboraman. Kirish so'rovini yuboraman. Taxminan 5-10 sekund ichida kirish so'rovi avtomatik ravishda tasdiqlanadi va meni kirishim mumkin. Mana bepul mavzulashgan darslar bor. Va bu yerda bunda reja bor va bunda reja orqali o'zimga kerakli video darslarni ko'rib borsam bo'ladi. Mana shunday qilib kimyo va biologiyaga oid bo'lgan bepul kurslarimizdan albatta foydalaning. Tanishlaringiz va yaqin do'stlaringizga ham ushbu kurslarimizni tavsiya qiling.